ya'ni ikkita xonani baravariga isitish uchun tayyorlangan. Buni qanchaga tayyorladinglar? Ustanovkasi. Bozorda aniq. Ustanovkasi xuddi shu hozir mo'rilari bilan, mana bu ablisovkalari bilan, ablisovka ishlari bilan 40 ming so'm. 40 ming so'mdan kvadrat bo'lyapti. Sloj pakilovka bo'ladi, travertin sepiladi, ustidan lak sepiladi. Kafelarimiz, so'kilga kafelar o'rnatilgan ekan va mazakalar, hurmatli obunachilar. Hozir mazakani ham tepaga chiqib ko'rsatib javob berasiz. Ustanovka qilayotganda ichiga beton quyilib qilinadi. Ichiga beton quyib, keyin betonga yopishtirasizlar? Yo'q. Shunday qilib qo'yiladi-da. Qo'yiladi. Afiksga yopishtirib ichiga beton quyiladi. Afiksga yopishtirib, hurmatli obunachilar, oldin buni razmerga qo'yib olinar ekan va undan keyin afikslarga yopishtirib olgandan keyin orqasiga beton qo'yib mustahkam holatga keltirilar ekan. Gullardagi aboylar mana qilib yopishadi. Bu nimadan qilingan bu? O'zi qalipi bor, qalbiga qo'yib turib keyin loyilab yasalar ekan mana aziz obunachilar. Ustani ishi injalari bo'ladi-yu. Mana monga o'xshagan akalar, mana qaranglar. Chak. Xo'p, qani bo'lmasa boshlaylik. Bismillah. Assalomu alaykum. Zo'r bozor YouTube kanali obunachilari. Xo'p, mana qangi Triventin musofirda yurib 2025-yilda Triventin mana qangi kafelarimiz necha puldan yopishtiryapti? Uyimga kafel qilmoqchi edim yoki Triventin qildirmoqchi edim. 2025-yildagi narxlar qanaqa bo'lyapti? Usta puli qanaqa bo'lyapti? deydigan aka-ukalarimizga aboy narxlari. Bugun xudo xolasa sizlar bilan shu haqida gaplashamiz aziz obunachilar. Hurmatli do'stlar, oldi fasadimiz Triventinda yangicha ko'rinishda, yangicha usullarda qanaqa gullar bilan qilishyapti ekan usta akalarimiz. Gullari diyorida sal tushib qolib yaroq ko'rinyapti. Mana hurmatli obunachilar, gullari bilan. Xo'p, bularning narxlari necha puldan bo'lyapti, Islambek? Triventin narxlari 40 ming so'm kvadrat usta haqqi. Triventinda kvadrati, hurmatli obunachilar, usta haqqi necha pul dedingiz? 40 ming so'm. 40 ming so'mdan kvadrat bo'lyapti. Sloj pakilovka bo'ladi, travertin sepiladi, ustidan lak sepiladi. Tayyor holatga kelishi 40 ming so'mga bitadi, xudo xolasa. Paqalar necha bo'lyapti? Joyiga qarab. Joyiga qarab. Mana gullari ko'payib, ozayib, nimasiga qarab, narx ham ozayib tushaveradi. Gullar qancha oz bo'lsa, narxlar arzonroq bo'ladi. Agar gullar qancha ko'p bo'lsa, narxlari qimmatroq bo'laveradi. Ish qiyinlashgan sari qimmatlashaveradi. Triventin paqirini 80 mingdan olyapmiz. Triventinda paqiri 80 ming so'mdan olinyapti. Hop. Bitishi bilan xudo xolasa, hurmatli obunachilar, 40 ming so'mdan bo'ladi. 120 ming so'mga. Shpakilovkasi hamma yo'g'i bilan bityapti ekan, hurmatli obunachilar. Mana qangi gullari, chiroyli fasonlar qilinibdi, chiroyli chiqibdi Triventinlarimiz. Hop, endi bu yerda yana kafelarimiz, so'kilga kafelar o'rnatilgan ekan va mazakalar, hurmatli obunachilar. Hozir mazakani ham tepaga chiqib ko'rsatamiz. Bu yerda so'kilimiz necha metr keladi? 10 metrdan oshiq. 10 metrdan oshiq, 10 metr 12 metr so'kilimiz. Mana to'rttasi buniki 1 kvadrat to'ladimi? 60 da. Bu 60-60imiz. Hop, necha kvadrat bo'ladi mana shu ikkitasi? Ikkitasimi, to'rttasimi? To'rttasi mana. To'rttasi 1 kvadratdan oshiq bo'ladi. Bittasi 60 ta ko'paytirib qo'ysa chiqaveradi o'zi. 60 ta ko'paytirsa chiqaveradi. Hurmatli obunachilar, 0.46 chiqadi. Bular endi nima desa bo'ladi? Bu so'kilimiz rangi hamma o'ziga yoqtirgan ranglarda bo'ladi. Bular narxlarini bilmaysizmi? Bular necha puldan bularni? Narxlarini bilmayman mana shu. Bular narxlarini Xazayni olib kelib beradi. Buni olib kelib beradi, tayyorlashib beradi. Sizlar faqat nimasiga qatirishiga javob berasiz. Ustanovka qilayotganda ichiga beton quyilib qilinadi. Ichiga beton quyib, keyin betonga yopishtirasizlar? Yo'q. Shunday qilib qo'yiladi-da. Afiksga yopishtirib ichiga beton quyiladi. Afiksga yopishtirib, hurmatli obunachilar, oldin buni razmerga qo'yib olinar ekan va undan keyin afikslarga yopishtirib olgandan keyin orqasiga beton qo'yib mustahkam holatga keltirilar ekan. Bunimizning narxi necha pul? 80 ming. Kvadrati 80 mingga. Kvadrat 80 ming. Tayyor bo'ladi. Usta haqqi. Usta haqqi. Hurmatli obunachilar, usta haqqi
kvadrati 80 ming so'mdan bo'lyapti ekan. Biza Andijon vodiyda. Ha, eslatib o'taman, hurmatli obunachilar. Manzilimiz bu yerda Andijon viloyati Paxtaobod tumanida olinayotgan videoyimiz, hurmatli obunachilar. Agar bu qaysi tumanda, qaysi shaharda deydigan uzoq yaqindan ko'radigan aka-ukalarimiz bo'lib qoladi. Shuning uchun narxlar bu vodiyda, vodiy Andijon Paxtaobodda bo'layotgan narxlarimiz. Endi bu yoqqa kira olaylikmi sekin-sekin. Mazakalarimiz mana plenpayalarimiz bo'ladigan bo'lsa, hammaning uyida baribir plenpay hozir plenpay qurilyapti. Mazaka qilinyapti ekan, hurmatli obunachilar. Mana mazakamiz. Xo'p, mazakamizni kvadrati necha puldan bo'lyapti? 120 mingdan. Buni ham ishi oson qiyiniga qarab ketilinaveradi. Ha. Oson yoki qiyiniga qarab turib, Bitta shu 120 mingdan-da shu 120 ming so'mdan kvadratda qilinyapti. Hurmatli obunachilar, 40 ming so'm, 120 ming so'mdan kvadrati tayyor bo'layotgan usta pullari, hurmatli obunachilar. Mana qangi gullardagi aboylar mana qayapshyapti. Bu nimadan qilingan bu? O'zi qalipi bor, qalipiga qo'yib turib, keyin loylab yasalar ekan, mana aziz obunachilar. Ha, aziz obunachilar, bitta narsani unutmanglar. Kanalimiz yangi. Kanalimiz ochilganiga 2 kun bo'lgani yo'q. Yomon emas, prosmotlar yangi kanalga nisbatan yomon emas, 50, 60, 100 ta ko'rilyapti. Faqat sizlardan chicha paddeshka kerak bo'ladi. Qani moviga kirib olaylik-chi. Paddeshka nima sizlardan, hurmatli obunachilar? Paddeshkamiz kanalimizga обязательно obuna bo'lib qo'yishni unutmang va videoga bittadan like bosib, o'z fikringizni qoldirishni unutmanglar, hurmatli obunachilar. Sizlar uchun musofirda yurgan aka-ukalarimiz, chet elda ishlab uyimni уже bitkizib qo'yganman, aboy qilishim kerak, shuvalari bo'lgan, aboy qilishim kerak. Yana trementing qildirishim kerak, so'qi qildirishim kerak degan aka-ukalarimizga mana usta pullar necha pul bo'lyapti, kvadrat necha pul bo'lyapti, sizlarga yoritib berishga harakat qilyapman. Xudo xolasa, mana shu kanalda universal kanal bo'ladi inshaalloh. Akalar, hamma temadan chiqaramiz xudo xolasa. G'ishlarimiz necha pul bo'lyapti, pishiq g'ishimiz, xom g'ishimiz. Shuvalar, loy shuvag'imiz necha pul bo'lyapti, qum shuvag'imiz necha pul bo'lyapti. Hammasini yoritib beramiz akalar. Tomlarimiz necha puldan yopilyapti, shiplar necha pul bo'lyapti. Materiallar narxlari qanaqa bo'lyapti? Xudo xolasa sizlarga batafsil, har bitta videoda tushuntirib, qo'ldan kelgancha bu sohaga yangi kirib kelyapmiz. Agar qandaydir kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, nimadir narsasiga tushunmaydigan bo'lsak, to'g'ri tushunasizlar. Yangimiz xudo xolasa asta-sekin tushunib, atak ustalariga, mana bu patolog tomlarga ancha ahlim yetadi. Nimalarni, pullarni ham bilganlarini bilaman, bilmaganlarimni yana so'rab nima qilaman, hurmatli obunachilar. Xo'p. Bu yerda kvadrati necha puldan yopishtirgansizlar bu aboylarimiz. Hurmatli obunachilar, aboyimiz yopishtirilgan eni 2 metrmi, 3 metrmi? 2,5 metrli en ekan. Koridorimiz uzunligi necha metr keladi bu yerimiz? Uzun. 10 metrdan oshiq. 10 metrdan oshiq keladi. 10 metrdan oshiq koridorimizni uzunligi, hurmatli obunachilar, 2,5 ga 10 metr ekan. Necha puldan bo'lyapti kvadrati bularimiz? Mana hurmatli obunachilar. Endi o'zingizlarga qanaqangi gul yoqadigan bo'lsa, shunday qildirasizlar va bir usta haqqi hamma yerda. Men uchun, misol uchun, bu vodiyda bir xil deb o'ylayman. Farqi 1-2 ming so'm farq qilishi mumkin. Yo pastroq, yo qimmatroq bo'lishi mumkin. Ustani o'ziga ham bog'liq. Ustani o'ziga bog'liq. Ustani ishi injalari bo'ladi. Mana monga o'xshagan akalar, mana qaranglar. Chaki-chakiga, guli-guliga deb qo'yadi. Shunaqangi keltiradigan ustalarimiz pullari har doim qimmat bo'ladi, aziz obunachilar. Mana qanday tarzda patologiyalarga ham bir e'tibor berib qo'yinglar, hurmatli obunachilar. Mana patologiyalar bu prostoy holatda qilingan ekan, bu yerda patolog. Bu yer qanaqangi xona oshna? Bu detskiy bu. Bu yer detskiy xonamiz, hurmatli obunachilar. Bu yerda yangiligimiz bor. Yangiligimiz nima desanglar, akalar, bu yerda ko'rib turgan pechkamiz, hurmatli obunachilar. Bu yerda mo'risi bor, Ichida mo'risi bor. Ichida mo'risi bor, hurmatli obunachilar. Pechkamiz. Hop. Narxini bilmaymiz, necha pulligini? 2 million 600 mingami, 2 million 400 mingami soy bozoridan olib kelishi u. Ha, tirkatajdan olib kelingan. Hurmatli obunachilar, bu yerda duxovkasi bor. Bu detskiy tarafda duxovkalari. Bu yerga nimaki bo'lsa, qishda issiq bo'lsa bo'laveradigan
Pechkamiz ekan. Ikki taraflama, ya'ni ikkita xonani baravariga isitish uchun tayyorlangan. Buni qanchaga tayyorladinglar? Ustanovkasi. Bozorda narxi aniq. Ustanovkasi xuddi shu hozir mo'rilari bilan, mana bu abrisovkalari bilan, abrisovka ishlari bilan $150 $150 o'rnatib berasizlar. $150 o'rnatib beriladi, hurmatli obunachilar. Olib kelinsa, shunday borib tirkatash, hamma qayerdan bo'lsa ham olib kelinadi. Mo'rlarni o'rnatib berishi ichida, mo'risini tomdan chiqarib, shipirdan ham chiqarib berishigacha, tomdan shipirgacha chiqarib berishi $150. Agar mabodo mo'rini o'zim qo'yib olaman, bu yoqni ustanovkasini qilib bering, tomni o'zigacha deydigan bo'lsa, tomdan chiqarib berasiz, to'g'rimi? Bunaqa deydigan bo'lsa necha pul? $100 ga ustanovkasi bo'ladi, hurmatli obunachilar. Abrisovkasi mashina chiroyli qilib o'rnatib berish xizmatlari, hurmatli obunachilar. Devorni teshib, mo'rini ochib, devorni teshib, mo'rini ochib va chiroyli qilib berishlari bilan $100 ga tom patologiyadan o'tkazib beriladi, tom tarafdan chiqarib beriladi. Uni yog'i dalshi mo'risini o'zlari urib olaman deydigan aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, mabodo. Yo'q, bir yo'l bitkizib bering deydiganlar bo'lsa, $150 ga bitkizib berilar ekan, aziz obunachilar. Pechkamiz. Pechkamizni bunisi nima ekan? Bu duxovkasi. Bu ham duxovka? O'tin yoqadigan qaysi biri ekan? Pastidagimiz. Gazmi? Yo'q, o'tin. Yaqilgan ekan. Sinamolikka yaqilgan, hurmatli obunachilar, o'tin bilan. Bu yerda havo chiqadigan joyi mana shu yerdan ligirovka qilib yaqiladi. Havo kirib chiqadigan yeri bor-a, bu yerda ligirovkalari bor. Endi uni o'zingizlarni didinglarga qarab tanlasanglar bo'laveradi. Bozorda bunaqangi narsalar tiqilib yotibdi, aziz obunachilar. Soni mingta har xil usullarda yasayapti. Ustakalarimiz faqat izlanyapti, hurmatli obunachilar. Yangicha turlari chiqib boryapti yildan yilgacha. Ekonomishniy varianti ekan bu. Bu ekonomishniy variant, ha? Bu ekonomishniy varianti, hurmatli obunachilar. Pechkamizni mana abrisovkalar ichlari chiroyli holatda urilgan g'ishtlarimiz. Bu g'ishtimiz narxi necha pul ekan, bilmaysizmi? 1400 so'mdanmi? Donasi 1400 so'mdan ekan g'ishtimizni. Abrisovka g'ishtimizni narxlari, hurmatli obunachilar. Aboylarimiz mana, patoloylarimiz. Bu spanixona, bu spanixonaga qo'yilgan spani va detsixona yonma-yon bo'lgani bir tarafdan yaxshi. Agar mana shunaqangi narsa o'rnatadigan bo'lsangiz, xotin yotganda bu yerda bemalol o'tinlarni yoqib, ham yo'g'ini yoqib, naryoqda isitib yota oladi. Yosh bolalarga anaqasi bo'lmaydi. Hali xavf tug'diradigan joyi bo'lmaydi, hurmatli obunachilar. Mana shu xonamiz necha xonamiz? Uzunligi ham, bo'yi ham bir xil kerak. 4 metrga, manaqasi 4 metr keladi. Bunaqasi ham 4 metr kelsa kerak. Yo 3 metr, 3 metr keladi. 3 ga 4 xonamiz mana shu. 3 ga 4 spaniya xonamiz, aziz obunachilar. Aboylari bitkizilgan. Hammasini aboyi bir xil. Bir xil. Narxlari necha puldan dedik? 40 ming so'mdan dedik, hurmatli obunachilar. Buni ham shpakilovkasi, 2 sloj. Shpakilovkasi kelgan kilesi beriladi. Plus 100% tayyor holatga kelishi 40 ming so'mdan kvadratiga 1 metrga 1 metri 1 kvadrat bo'ladi. To'g'ri aytyapman. 1 kvadrat bo'lar ekan, mana aziz obunachilar. Mana qanday tarzda hop aboylarimiz yopishtirilgan. Endi bu yoqqa qarab yuramiz. Bu yerda yana nimamiz bor? Zalimiz bor. Zal bor. Chiroyli holatda qilinibdi, aziz obunachilar. Menga ishlar yoqdi ustalarimiz. Hop, mana sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan, o'ta ham menga ham yoqqan zalimiz, hurmatli obunachilar. Patoloylariga bir ahamiyat beringlar. Patoloylari ham o'ta ham udar holatda, chiroyli holatda qilingan ekan. Kim qilgan bo'lsa ham. Bularni mana kvadrat qanchadan ekan, bilmaysizmi? Buni ham kelishilgan holda bu ham. Kelishilgan holda. Buni materiali, hurmatli obunachilar, yopishtiriladigan laklanka sifat narsa bo'ladi. Xudo xolasa, qurilish materiallariga boradigan bo'lsa mana aziz obunachilar, mana samakilesi bo'ladi o'zini. Shuni salafanni archib turib, shuni devorga yopishtiriladi. Bu narsani xudo xolasa bu mahsulotni qachonki nimaga bo'ladigan bo'lsak, narx-navolarni bilgani, stroyniy materiallarga bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa atelkan narsalarni, keyin boshqa narx-navolar xudo xolasa borganda
batafsil qanaqangi mahsulot, keyin narxlari necha pul bo'lyapti. Buni ham metri yo bo'lmasa rulonga o'chkaladi. Rulonga o'lchagan. Rulonga metri o'chkalar ekan, hurmatli obunachilar. Metrga ham sotaveradi, ruloniga ham butun bo'yi beriladi. Bu narxini bilmadik-a, bu narxi necha puldan bo'lgan. Necha puldan berilganini olishgan. Mahsulotimiz narxini bilmadik, lekin buni ham kelishilgan holatda qilib beramiz deyapti. Usta akalarimiz o'ta ham chiroyli holatda qilib berishdi zalimizga. Yomon emas, o'ta ham chiroyli holatda biz chizib berishdi zamonachilar. Mana patologiyalarimiz. 100% kalitga topshiradigan holatga kelgan. Bu yerga shunday polosola chiqib yashaydigan holatga kelgan, xudo xolisa. Mana hurmatli obunachilar, shunaqa gaplar. Unaqa svark ishlarini ham qilaveramiz, lentsinsa, barel, perillalarni. Mana svark ishlari ham bo'laradi uni ichida. Tepada ham bitta zal bor, kichkinaroq. Qancha ko'raylikchi begim? Bismillah. Tepada ham zalimiz bor ekan. Mana kichkina zal. Ikkinchi etajimiz ekan bu. Hurmatli obunachilar. Mana bunimiz ham dedi yomon emas. Bu yerda ham haligi yashasa bo'ladigan, ishlasa bo'ladigan zo'rxona ekan. Mabodo endi bo'ladigan bo'lsa, kimlardir narsalari ko'p bo'ladi. Ko'pchilik bo'lib qoladigan bo'lsa, mehmonlarni kuzatgani ham zo'rxona. Isishi tez bo'ladigan xona. Bu yerda to'pli pol boshqa narsa bo'lmaydi ichida. Yo'q. Qanday isitlar? Konditsioner qo'yiladi. Konditsioner bilan, konditsionerni o'zi bilan onamiz istaydi, hurmatli obunachilar. Prostoy shaklda qilingan ekan patologiyalarimiz. Bitta qovurg'alik, bitta osma deb qo'yadi buni. Bitta qovurg'alik qilinib beribdi. Xo'p, bugungi xudo xolasa shular bo'lyapti, hurmatli obunachilar. Qo'ldan kelgancha bizni podpishka qilinglar, aziz obunachilar. Kanalimizga obuna bo'linglar, layklarni bosinglar va shunaqangi Treventinga qiziqadigan yoki abo yopishiraman, uyimni kafel qildiraman, yo bo'lmasa pechka mo'r o'rnataman deydigan aka-ukalarimizga videoda shunday qilib yuborib qo'ysanglar, narxlarni xudo xolasa mana usta haqqi necha pul ekan. Samiglarni esa usta haqqi, aziz obunachilar. Borgandan keyin narxlarni bilib olsanglar ham bo'laveradi. Materiallar narxlari baribir bir xil shaklda turmaydi. Yo qimmatlaydi, yo arzonlashi mumkin. Arzonlashi juda ham qiyin, faqat tepaga qarab narx-navomiz tepaga qarab o'sib bormoqda, hurmatli obunachilar. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar, kanalimizga obuna bo'linglar. Xudo xolasa bundan keyingi videolarimiz chiroyli bo'ladi. Xudo xolasa uyda betonidan boshlab, fundamentidan boshlab to bitgungacha xudo xolasa har bittasini adden video qilib, tushuntirib, narxlar necha pul bo'lyapti tushuntirishga harakat qilamiz. Kanalimizga obuna bo'linglar, do'stlarga ulashib qo'yinglar videoda. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Sizlar bilan Islombek bo'ldi. Zo'r bozor YouTube kanali admini bo'ldi.